Bugun katta qizim talabiga binoan kechga pide tayyorladim. Xamirini retseptini ko'rsatmaysiz deganlarga oldingi videolarimda pitssani xamiri qanday bo'lsa, pidedagi ham xuddi shunday. Nachinkasiga qiyma, pomidor hamda biroz ko'kat qo'shib qovurib olinadi. Hamda ustidan biroz sir qo'shib yubordim. Ikkinchi pide bo'lsa faqatgina sirda o'zida bo'ldi. Endi esa listlarimizga joylab, orqa tomonni o'girib videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Hamda ustidan sut yoki tuxum sarig'ini surtib, pide yana ham chiroyli bo'lishligi uchun sedani sachib olamiz. Va maksimum qizdirilgan duxovkada 15 daqiqa pishirib olamiz. Pidelarim pishguncha muzdekini uzumli kompotimdan quyib oldim. 15 daqiqada mazali bo'lgan pidelarim ham pishib tayyor bo'ldi. Uy sharoitida sizlarga ham tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Ha, aytgancha ma'lumot o'rnida aytib o'tsam, sirli pideni ustiga asal qilib yesalaring yana ham ta'mi mazali bo'ladi. Endi bularni zakaz qilgan odamga tattirib ko'ramiz va bahosini bilamiz. Siri bor joyda endi Bizga bo'lsa yoqimli ishtaha video yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, bittagina like tayinlash degan umiddaman.